Diqqat! Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga o'zbek shou-biznesi olamining taniqli aktrisasi Rixsa Ibragimova haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston xalq artisti, teatr va kino aktrisasi Rixsa Ibragimova 2025-yilning 29-dekabr kuni 88 yoshini qarshi oldi. Shu munosabat bilan uzoq yillar davomida teatr hamda kinoda yuzlab obrazlarni gavdalantirgan aktrisaning hayot yo'liga nazar tashlaymiz. Rixsa Ibragimova 1937-yilning 29-dekabr sanasida Toshkentda tavallud topgan. Uning oilasida san'atkorlar yo'q, ammo otasi adabiyotni yoqtirgan va sibizg'a chalishni yaxshi ko'rganini yaxshi eslaydi. Otam rahmatli onasidan erta ayrilib, o'gay onaning qo'lida ulg'aygan. Ammo oilada bir-birlariga nihoyatda mehrli bo'lishgan ekan. Men tug'ilganimdan avval To'xtapuldagi ota hovlisidan yangi u yerga ko'chib o'tgan ekan. Yangi hovlida tug'ilganim uchun nisqli qiz tug'ildi. Ismini Rixsaxon qo'yamiz degan ekan. Otam oddiy ishchi ishladi ham nihoyatda ilmli inson edi. Qatag'on yillari qanchalik og'ir kechganligini yaxshi bilasizlar. Hatto o'tgan kunlar asarini ham o'qish mumkin emasdi. Otamda esa mana shu kitob bor edi. Asarni rus tilidagi tibbiyot kitobining ichiga solib qo'yardi. Bir qaragan inson uni o'tgan kunlar deb bilmasdi. Shu bilan birga u har doim yashirincha saqlanardi. Kech tushganida qo'ni qo'shnilar uyimizga chiqishardi va otam kitobni o'qib berardi. Bundan tashqari otam sibizg'a chalishni yaxshi ko'rardi. Tunda chalib bergani va bir uy qo'shnilar bilan tinglaganimiz kechagidek esimda, deydi aktrisa. Urushdan qaytgan o'liklarni ko'rganman. Aktrisa bolaligi qiyin kunlarga to'g'ri kelgani, nonni o'lchab yeyishgani va tasodifan urushdan qaytgan o'liklarni ko'rib qolgan haqida so'zlab berdi. Hozirgi yoshlarga bolaligim haqida so'zlab bersam, xuddi ertak eshitayotgandek bo'lishadi. Oilada 7 ta farzand bo'lganmiz. Hamma narsa o'lchoqlik edi. Onam kechga hammamizga bir burdadan non berib, hammasini yeb qo'ymagin, ertaga maktabga olib ketishing kerak derdi. Odamlar faqat qorin g'amini yerdi. Onam otasi shuncha bolaning to'yini qanday qilamiz, sandiqqa bir ro'mol ham tashlab qo'ymadim deb kuyunib gapirsa, peshonasiga bersin, hozircha qornini to'ydirib turaylik deb bir gap bo'lar derdi. O'rta maktabni tugatganimdan so'ng Toshkent teatr va rassomlik san'at instituti tugatganman. Aktrisa birinchi ish faoliyatini 1956-yildan Hamza teatri, hozirgi O'zbekiston Milliy akademik drama teatrida boshlagan. Teatrga birinchi marta kelganimda 16 yoshda edim. Shundan buyon 71 yil davomida sahnada bo'ldim. Yoshligimdagi hayotim butunlay boshqacha o'tgan. Agar sahnadagi ijodiy faoliyatimga nazar tashlaydigan bo'lsam, teatr va kinodagi hayotimning har bir yili xuddi kuni, hatto daqiqasi ajoyib o'tgan. Ijro etgan obrazlarning hammasini yig'sak, bir jahon bo'lsa kerak. Teatrimizga birinchi tamal toshini Hamza Hakimzoda Niyoziy qo'ygan. Shu inson ko'plab ustozlarimiz bilan birga ish boshlagan. Milliy akademik teatr ilgari Hamza teatr deyilardi. Shu dargohdagi katta ustozlarim ko'rib, ular bir-biriga ishlab qolganman. Umrimning eng chiroyli damlari ana shu insonlar bilan birga o'tgan. 70 yildan ortiq sahnada bo'lgan bo'lsam, shundan deyarli 30-40 yil ustozlarimsiz bilan birga o'tgan. Ular birlaridan dunyoni klassik asarlari birga ijro etganmiz. Ulardan o'rganganlarim yillar davomida dasturmol bo'lib xizmat qildi. Undan keyin og'ir kunlar bo'lib, birin-ketin ustozlarim olamdan o'tib ketishdi, deydi Rixsa Ibragimova. Oilam haqida gapirishni xohlamayman. Aktrisa oilasi haqida gapirishni unchalik yoqtirmasligini xushlamaydi. Ammo uning ham ko'p san'atkorlarga o'rnak bo'la oladigan go'zal oilasi bo'lgan. Turmush o'rtog'im
san'atdan yiroq inson emas, teatrimizning qurilishida ishtirok etgan, keyinchalik muhandis sifatida ishga olib qolishgan ekan. Har kuni grimxonada ovqat paydo bo'lib qolardi. Bir kuni idishni olgani kirib qoldi. Shunda kimligini so'rab tanishib qolganmiz. Kunlarning birida uyingizga kuzatib qo'yay dedi. Yo'lda suhbatlasha turib turmush qurish taklifini bildirgan. Keyin bilsam onasining ismi ham Rixsixon bo'lgani bois menga bo'lakcha mehr qo'ygan ekan, taqdir ekan. Dalilxon aka bilan oila qurdik. Yagona farzandimiz Azamxo'ja kompyuter muhandisiga sohasiga tanladi. Oilali kelinim avvalgi uy vazifasi ko'rsatuvchining boshlovchisi Hilolaxon. Bir necha nabiralarning buvisiman. Turmush o'rtog'im 2004-yili yurak xurujidan vafot etgan. Urush tufayli og'ir bir necha marta jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazganman. Chernobil AES holati oqibatlarini bartaraf etishda madaniyat xizmatlari bilan qatnashgan 1111 kishilik san'atkorlar orasida aktrisa Rixsi Ibragimova ham bor edi. Qaytgach nurlangani ma'lum bo'lib, 1987, 1991, 1987, 1989, 1991-yillar og'ir jarrohlik operatsiyalarini boshdan kechirgan. Bu holatni yillar juda og'ir kechdi. Uning azobini tasvirlab berolmayman. Oradan qancha yillar o'tgan bo'lsa-da, uning asorati haligacha seziladi. Mayli, bu ham peshonada bor ekan, nima ham qilardim deydi aktrisa. Deputatlik lavozimida ham ishlaganman. U 1960, 1970-yillarda Xalq deputatlari tuman kengashi deputati bo'lgan. Teatr ijodkorlari uyushmasi va uning adabiy kengashi a'zosi, kasaba uyushmasi boshqaruv kengashi a'zosi, shahar xotin-qizlar nuroniy jamg'armasi kengashining byurosi a'zosi sifatida ham faoliyat yuritgan. O'zbekistonda Rixsi Ibragimova degan yangi aktrisa chiqibdi. O'ylab qarasam, unda Finlandiya, Hindiston, Arabiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Qatar, Bashqar kabi dunyoning turli joylarida teatrlarda bosh qahramonlarni ijro etganmiz. Toshkentning chekkasida yashaydigan o'zbek xonadonining bir o'zbek qizi butun dunyo xalqlarining xarakterini qanday olish kerakligini ustozlarimiz o'rgatib ketishgan. Hali Shoh Edip deymizmi yoki Angliya qirolichasi kabi qiyin harakatli sahna asarlarida ham rollar ijro etganmiz. Moskvaga borganimda u yerdagilar ham O'zbekistonda yangi aktrisa chiqibdi deyishgan. Maqtanish bo'lmasin, o'sha paytlar Moskva jurnallarida rus tilida Rixsi Ibragimova degan yosh o'zbekistonlik talaba qizni imtihonsiz tayyor aktrisa sifatida qabul qildik. Mazmunidagi xabarlar rasmlarimiz bilan birgalikda chiqqan. Shu bilan yulduz bo'lib ketdik. O'sha paytlarda SSR davrida teatrda biron yangilik bo'ladigan bo'lsa, Amir Temur haykalining yonida devoriy gazeta bo'lardi. O'sha yerda O'zbekistondagi hamma yangiliklar, yangi chiqqan san'atkorlar haqida yozib borishardi. Shu yerda men haqimda chiqqan xabarlarni muxlislar erinmasdan borib ko'rib, keyin kelib menga aytib berishardi. Tavalludimning 85 yilligi arafasida men haqimdagi kitob nashrga chiqdi. Hujjatli filmlar suratga olindi. Men to'g'rimda 2 hujjatli film suratga olindi. Biri 80 yoshga yaqin paytimda, boshqasi 85 yoshga olganimda. Shuningdek, tavalludimning 85 yilligida men to'g'rimda kitob nashrdan chiqdi. Ushbu kitobning yaralishi tarixi juda ham qiyin kechdi. Aslida o'zim haqimda kitob yozilishini xohlamaganman. Chunki yugur ishlari ko'p buning dedim. Avvaliga bir qizim kitob yozish ishlarini boshlagan edi. Bu 20 yil avvalgi gaplar.
hammadan men haqimda so'rab intervyular olib yurdi. Kitob deyarli tayyor bo'lgan paytda uni chop etish uchun pul kerak bo'ldi. Butun yiqqan materiallari shundayligicha qolib ketdi. Undan keyin Toshpo'lat Tursunovich degan professorimiz men to'g'rimda kitob yozmoqchi ekanligini, shuning uchun boshqalarga buning uchun ruxsat bermay turishimni aytdilar. U kishi teatrdagi sahna asarlarimga ham taqriz yozib yurardilar. Ular bilan 2 marta shu bo'yicha suhbatlashdik. Keyin kutilmaganda qaysidir yurtga borib davolanib keladigan bo'lib qoldi u kishi. Yana boshlagan ish oxiriga yetkazilmay qolib ketdi. So'ng shu taklif bilan chiqqan oxirgi qizimiz professor Dilfuza Rahmatullayeva ruxsatimni olib shu ishni o'zi tugallab qo'yishni aytdi. Yozish jarayonlari 2-3 yil vaqt talab qildi. Oradan mening mazam bo'lmay, u aytgan maqola va rasmlarni unga olib borolmay qoldim. O'zimga kelib yaxshilanganimdan keyin kerakli materiallarni olib bordim. Yana boshqa bir kitob yozishni ham boshlab qo'ygan ekan. Shunday bo'lsa ham 2 kitobni bir vaqtda yozib tugatib berdi shu qizimiz. Yaqin orada kitob taqdimoti o'tkazilishi kerak bo'lgan vaqtda esa to'satdan insult bo'lib 3 oy komada yotdi. Shu bilan taqdimot keyinroqqa yil oxiri ko'chirildi. Ammo taqdimot buni kuni shu qiz olamdan o'tib qoldi. Ruxsa opa, kitobingizni albatta yozib tugatamiz, nashrdan ham chiqaramiz, dedi Dilfuza qizim. Aytganini bajardi. Yozib tugatdi, nashrdan chiqardi. Taqdimot kuni esa joni uzildi. Toshkentdagi birinchi tramvayni ko'rganman. 88 yoshda kirgan bo'lsam, hali Toshkentga birinchi tramvayning kelganini eslayman. U paytlarda 3 yoshda bo'lganman. Nazarimda birinchi tramvay ishchilar shaharchasidan o'rta tomon harakatlangan. Unga rahmatli oyim bilan birga chiqqandik va juda ham hayratlangandik. Haqiqiy hayot kinodan farq qiladi. Xorij davlatlaridan biri Ozarbayjonda spektakl qo'yishimiz kerak edi. Unda bosh rolni ijro etadiganman. Bu yoqda oyim kasal bo'lib yotibdilar. Ahvollari og'ir bo'lgan. Katta opam shifokor edilar. Ular onamizning ahvollari og'irligini, tez orada olamdan o'tishlari mumkinligini aytardilar. Spektakl ijrosiga bormayman desam, tez yetib borishim kerakligi haqida xat yuborishibdi. Majburman ketdim. Spektakldan so'ng uyga qaytib bordim. Otam Qur'on tilovat qilayotgan, onam qiynalib nafas olayotgan ekanlar. Onam meni ko'rganlaridan keyin jonlari uzildi. Hamma jim qoldi. Dadam yig'lamanglar, onanglar qiynaladi, dedilar. Bir ukam qo'rqqanidan nariga uyga chiqib ketdi. O'sha vaqtda kufrda bo'lsa ham bir narsani o'ylaganman. Sahnada o'lim sahnasi qanday o'ynalardi, haqiqiy hayotda boshqacha bo'lar ekan deb o'ylaganman. Sahnada ijro etgan ko'p rollarim hayotimda qaytarilgan, lekin hayotda hammasi sahnadagidek bo'lmas ekan. Haligi sahnada hayotdan ko'z yumgan insonni o'ziga kelishi, ko'zini ochishi uchun yuziga shapillatib baqirib yig'lashdi, silkilashdi. Faqat kinolarda bo'larkan. O'ylab ko'rsam, ishdan ketgan odamni urib silkilashsa chindan ham mantiqsiz ish. Bularda rejissyorlar bilishi kinolarning hayotiy chiqishi uchun real hayotni o'rganishi kerak. To'g'ri, hamma aktyorlar ham yaxshi emasdir, lekin bu yerda hamma gap rejissyorlarda deb bilaman, deydi Ruxsa Ibragimova. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga doimo eng so'nggilarni namoyish etib boramiz.